Bergan pulimga rozi emasman. Ishing yengilgan deydi bittasi. Gap yo'q, kelingiz ham abedgacha biz bilan birga turdi. Ishlamadi, prosta turdi. Biz yonimizda, keyin to'g'ri bansaga ketdi. Nimaga? Changga nafas qisib qoldi. Biz esa kundagi ishimiz shu. Ming arzon ishlaganingiz bilan sizni qimmatli sog'ligingizni va vaqtingizni qadriga hech kim yetmaydi. Shuning uchun qimmat ishlash kerak demoqchi emasman. Hamma narsa narx-navosiga yarasha bo'lishi kerak. Yoki-da kimdir ko'rganmi arzon narx bilan yuqori sifatni bitta o'rinda turganini. To'g'rimi? Nima deysizlar? Shunaqa sifatli ishlar kerak. Bergan pulimga rozi emasman. Ishing yengilgan deydi bittasi. Gap yo'q, kelingiz ham abedgacha biz bilan birga turdi. Ishlamadi, prosta turdi. Biz yonimizda, keyin to'g'ri bansaga ketdi. Nimaga? Changga Tana sog'lig'ing joyida ekan, mingta muammoing bo'ladi. Qachon u xastalansa, endi seni faqat bitta muammoing bor. Ha, bu haqiqatdan to'g'ri. Shuning uchun hayotingdagi barcha jabhalarni, hayotiy rejalar